Assalomu alaykum muhtaram prezident. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana ko'rdingizmi, sizni ham qo'y qadamingiz bilan bugun tarixiy g'alaba bilan mana shu qadrli farzandlarim o'tiribdi hammasi. Hammasi shu yerda sizni tabriklashyapti, chunki bu g'alabada sizni hissangiz katta. Biz juda faxrlanyapmiz shunaqa prezidentimiz borligidan va bu g'alabada butun siz boshchiligida butun xalqimizni tabriklaymiz va hammamizning g'alabamiz. O'shaning uchun bolalar ham hammasi shu yerda eshitib turibdi sizni. Hammaga hech shubhasiz mana shu bu tarixda milliy sportimiz saldonmasiga oltin harflar bilan bitiladigan bunday yorqin natija yurtimizdagi millionlab futbol muxlislari, butun 38 million xalqimiz tika turib 7dan 70 yashar ko'rdi. Mana shu munavvar oqshomda, qutlug' zafar ayyomida ko'p millatli butun O'zbekiston xalqi sizlar bilan faxrli ravishda faxrlanmoqda desak, haqiqatni aytgan bo'laman. Aminman bu tarixiy yutuq xalqimizning ezgu maqsadlar yo'lida yana birlashtiradi. Minglab mana shu yangi O'zbekiston yoshlari nimaga qodir ekanini yana bir marta namoyon etdilar mani farzandlarim. Minglab yoshlar uchun bu ilhom manbaiga, ibrat timsoliga aylanadi. Yangi O'zbekistonni xalqaro obro' e'tiborini yanada oshirishga xizmat qiladi. Farzandlarimni doimo qo'llab-quvvatlab kelayotgan mehribon va talabchan ustoz murabbiylaringizni, milliy terma jamoa barcha a'zolarini, sizlarga baxt va omad tilab, kecha kunduz duoda bo'lib kelgan ota-onalaringiz, aka-uka, opa-singillaringiz, barcha yaqinlaringizni o'z nomidan, xalqimiz nomidan qizg'in tabriklab, ularga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Timur eshityaptimi? Eshityapti. Albatta mana shu sizlarni saralash o'yinlariga naqadar kuchli raqobat ostida keskin shiddatli kurashlarda o'tgani, terma jamoamizga nisbatan turli bosimlar bo'lganini qaramasdan sizlar zarur ochkolar jamg'arib, azmu shijoatli yangi O'zbekiston yoshlari qanday yuksak marralarni egallashga qodir ekanini yana bir bor amalda isbotladilaring va men siz bosh hamma murabbiylarni va farzandlarimni tabriklayman. Ayniqsa bugungi o'yinda chinakam qahramon O'tkirbek Yusuf 6 marta asrardi va men 6 marta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat muhtaram prezident. Ko'z yoshlaring u quvonch ko'z yoshlari. Hozirgi aytgan gaplaringni eshitib xursand bo'ldim, balam. Rahmat farzandim. Rahmat. Otabek Shukurov, Odiljon Hamrabekov, Alijonovlar maydon markazida o'yinni to'liq nazorat qilib, raqiblarimizga imkon qoldirmaganini ham meni xursand qildi. Abbosbek Fayzullayevni tezkor harakatlari raqib himoyachilarini sarosimga solib qo'ydi. Rahmat katta muhtaram. Eldor Shomurodov, Jamoliddin Masharif o'yinchilarimiz butun jamoa ortidan ergashtirib o'yin